Bugun eng sifatli mahsulotlar bilan yuzga to'g'ri uxlat qilishni o'rganamiz. Faberlikning Iceol seriyasining gidrofilli masklasini quruq yuzga tomizib, birozgina massaj harakatlari bilan yuzga suramiz. Bu yuzdagi makiyajni poralardan yengilgina, osongina ajratib beradi. Gidrofilli maskla quruq yuz terisiga juda ham mos tushadi. Bundan so'ng retinol seriyasining maxsus yuz uchun umumiy gelidan foydalanamiz. Yaxshilab ko'pirtiramiz va yuzimizni top-toza qilib yuvib olamiz. 25 yoshdan so'ng yuzda mayda ajinlar paydo bo'lishni boshlaydi va aynan mana shu retinol nabori juda ham yaxshi samarali foyda beradi. Keyingi etapimiz bu toner bilan yuzni yaxshilab namlantirib olish va undan keyin aynan retinol seriyasining sivartkasi yordamida yuzimizni massaj harakatlari bilan singdirib olamiz. Yuzimiz mana bu retinol nochnoy kremini surishga endi tayyor. Kremni yuz relyefi bo'yicha to'g'ri massaj harakatlari bilan yuzga surganimizda unda qon aylanishi yaxshilanadi va yuz rangi tiniqlashib boradi. Retinol seriyasi yuzdagi mayda ajinlarni ketkazishga yordam beradi. Ugridan qolgan ba'zi bir dog'larni bartaraf etishga samarali ta'sir ko'rsatadi va yuz rangini bir xil tonga keltiradi. Mana shunday guvash toshi yordamida yuzimizni yaxshilab massaj qilsak, yoshga doir muammolarni yuzlarimizdan bartaraf etgan bo'lamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, sivartkalar kremlar ko'z atrofiga surilmaydi. Ko'z atrofiga maxsus krem yoki bo'lmasa mana shunday patchlardan foydalansak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Faberlikning retinol nabori 25 yoshdan so'ng eng to'g'ri tanlov.